Kelar bugungi manzil Farg'ona shahar Yormazorda bo'lyapti. Ipak yo'lida 30-maktabda ro'parasida hovli sotilyapti. 9 sotik 9 xona, 2 qavat uy to'lib bitgan. Agar uyda holat zo'r, olasi tashlaydigan holatda, sveti bor, suvi bor, gazi bor. Bu tomonda zamonaviy bog'chamiz bor. Bu tomon Ipak yo'li, Bolta yo'li joylashgan. 30-maktabda ro'parasida mana shu xonadon sotilyapti. Xonadonni birma-bir ko'ramiz. Mabodo yoqsa pastda haqiqiy egasi nomeri. O'rtada realtor umuman yo'q. Maza qilib savdo qilasiz boyaka, uyni birma-bir ko'ramiz. Yo'qsa tilakka bosib qo'yasiz. Jigar ketdik. Akalar kirgan darvozaxona chap qo'lda mazaga ko'z tushadi. Tepasida plastik qilingan. Kirgan o'ng tomonda bitta xonamiz bor. Kiramiz. Roma akva qilingan, qarang. Holati yaxshi, tayyor pol qilingan. Maishiy texnika jihozdan qo'ygan ham yo'q qoladi. Uyda holat zo'r, qarang, uy svejiy, yangi turibdi. Konditsioneri bor ekan. Bu bolaxonali uy ekan. Bu yangi uy, qarang aka. Agarda pulingiz bo'lsa, maytdan shunday romni o'rab olsangiz, battan bitta xona bo'lar ekan, hozircha ayvon. Endi bitta qarang, manzarani qarang. Juda go'zalda, bunaqa daraxt, meva-chevan qarang. Voy voy. Ikkinchi qavatga chiqamiz endi. Pavza qo'y. Bismillah. Pishig'ishmi? Pishig'ish aka, pishig'ish. Uyimiz aka to'liq pishig'ish ekan. Romlar akva qilingan. Endi bat ayvon, agar pulingiz bo'lsa, buni ham shunday rom o'rab olsangiz, aka. Holat alik bo'ladi. Nechta qo'ya oldingizsa? Bitta desa. Voy 10 ta qo'y nima bo'ladigan joyda o'xshirganda aka. Ha qo'y. Mana azizlar, mehmonxonani zo'ri qarang. Kattagina mehmonxona, tashqariga 3 ta rom qaragan. Aka rom tayyorlab pol qilingan ekan. Uy zo'r aka. Yashaydigan holatda. Farg'ona shahar, Yormazor, Boltako'l yo'li 30-maktab ro'parasida joylashgan uyimiz. Kelaveramiz. Akalar kelinglar qarang. Uyda holat mana. Bu tomonda mana bitta xona, ikkita xona ayvon bilan, endi bitta 4 xona qilsa bo'lar ekan. Uyni qarang, kattagina uy mana, kelavering. Haqiqiy Farmonboyning uyi ekan. Joyda qarang kattaligini. Voy mazza. Qarang, holati yaxshi mana. Yong'oqlar, xurmolar bor mana. Tapcham bor, yoz kunida maytda oilaviy maza qilib choy ichilmay yetsin. Sizlarni onalaring meni onam, sizlar otalaring meni otam degandek mana. Ota-ona maza qilib choy ichgan joy ekan mana. Joy zo'r. Endi bu tomonda xonamiz bor. Aka kiramiz mana. Uyimiz ham yangi ekan. Kiramiz. Bismillah. Xo'p, matimiz, hurmatli mijozlarimiz. Kattagina xona, bu onaxonimiz uyi, mana ko'rinib turibdi. Juda katta, bemalol oilaga yashasa bo'ladi. Tevara DVP qilingan, tayyor pol qilingan. Xolos, endi tushgan ekan joylar bor, uni o'zi uchun kelib bu qadar. Yaxshi azijit yoki avliyo qo'yasiz, chotki. Xona bor. Faqat kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Va kiryapmiz. Hojona, turing. Akalar, endi bu hojonam uylari eskiroq, holati yaxshi, lekin sinch uy, inshaalloh parod qilmaydi. Olib bir qator o'zini asli qilasiz, tevalarni yangilaysiz. Yaxshi uy ekan, xudo xolasa, eshiklar taxta zo'ridan. Bismillah deb kiramiz. Endi batimiz. Ha. Akalar, mana xona mana, endi bularga ahamiyat bermaysizlar. Srochniy kelib qoldik. Paputi kelib olib ketyapmiz. Holatlar yaxshi. Italyanskiymi, peshkamiz bor ekan. Bada yanımda. Ha, bu yes pauza. Ha. Bada времени oshxona, holati yaxshi. Ichkarida bitta xonasi bor. Uyimiz holati yaxshi. Yomon emas, yashagan holatda. Ichkarida ham bitta xona bor, endi bu bolalar xonasi. Batimiz oshxona ekan. Endi batda ham o'z uchun bir qadar yaxshilab asib qo'yasiz. Hamda akalar buni eng zo'r joyi bor ekan. Buni 2 ga bo'lsa bo'ladigan joy ekan. Uyimiz 9 sotik. Hozir u tomondan kirdik, endi bu tomonga chiqib ketamiz. Keling. Mana darvozaxona qarang, kattagina. Agarda pulingiz bo'lsa, bag'da shunday buzib turib, bu tomondan qaytadan solsangiz bo'ladi yoki bo'lsa, shunday ta'mirlab ikkita o'g'il bo'lsa, bemalol yashagan holat ekan. Mayt robot mana. Bismillah. Mana robotxonadan chiqdik. Bag'i shu Boltako'l yo'li va 30-maktab ro'parasida. Xullas kelam baqa yo'l ekan. Mana robot buni 2 ga bo'lib yashasa bo'ladi. Xohlang buni buzib qaytadan uy soling, xohlang ta'mirlab yashang. Nar tomon yangi uy ekan. Kelaveramiz. Zo'r. Meva-cheva, rayhon, qalampir hamma yoqdan bor. Xurmolar bor mana. Opajon qo'shib beraysiz. Baqa o'tirasiz. Mana holatlar endi bat
ashqal dushlar joylar turadi batda, kelib ashib hamon batda, bu tomon og'il, sal kallasi qo'yasiz, hurmatli operator. Jon, uyda shemga qildingiz inshaalloh, yaxshi. Endi uyingiz 9 sotik 9 xona ekan, 2 ga bo'lsa bo'lar ekan-a? Dokument hujjat joyida. Men 3ga bo'lib qo'ydim, uchala o'g'limni. 3 ga bo'lib qo'ydingiz. Shaharga chiqib deyapti. Ha. Endi 120 deb turibmiz hozir. Narxini 120 kami bor deyapsiz. Narxini 120 ming kami bor deyapti xola. Savdosi imkoniyat bor. Momoda biratan boyaga olmoqchi bo'lsangiz, mana shu xojona kelib o'zingiz bemalol savdo qilaverasiz. Xolajon, jicha qimmat qo'yapsiz ham, uka, siz 120 kam bor qo'ying, kelsinlar, men o'sha odamni ko'rib, o'zim yuz gaplashib, baraka qilaveramiz deyapti. Kami bor deb ayting albatta deyapti. Biz kami bor deyapmiz. Mana xojona o'zlari xotirjam kelib savdo qilaverasiz. 120 ming AQSh dollar deyotgan, keladigan joyi bor xojona. Hatto endi material ham ko'pda, rossiyskiy materiallar. Taxta, yog'och, to'sin bular вообще katta pul. Ularni endi aytishyapti, usta olib kelib, hammasini taklang, bosh alohida soting deyishyapti odamlar. Endi hozircha qanaqa qilaman, men qari odam. Bo'ldi. Akalar, eshitilaring, xudo xolasa, xojona o'zlarida tagiga nomer yozib qo'yaman, o'zini egasiniki xotirjam telefon qilaveradi. Bizni qo'llab-quvvatlab bittalar sizdan xizmatmandan Abdushu. Bundan keyin xudo xolasa faqat e'longa o'zini egadan olib chiqamiz. Xizmat haqimiz o'zimiz bilib beraverasizlar. Sog' bo'linglar.